bugun O'zbekiston Superligasining ikkita eng qiziq o'yinlari bor va bularni sizlar bilan tahlil qilamiz, ko'rib chiqamiz. Aytgancha, birinchilardan bo'lib analitika prognozlarning hammasi Telegram kanalimizga joylashtiriladi va Telegram kanalimizga ссылка esa video opsiyasida o'tib obuna bo'ling. Va biz esa videoni boshladik. Demak, birinchi o'yin Sog'diyona Andijon o'yini va ikkala uchrashuv ham juda ehtiyotkorona o'yin bo'ladi ikkala jamoaga, chunki Sog'diyona o'zining maydonida o'ynaydi va imkoni boricha himoyaviy va tartibli o'yin ko'rsatishi mumkin Andijonga qarshi va Andijon ham safarda gol o'tkazib olmaslik uchun xuddi Sog'diyonaga o'xshab himoyada ancha tartibli o'ynashi kutilmoqda va shu sababli ham unchalik golli bo'lmasligi mumkin va lekin agarda bitta xato bo'ladigan bo'lsa bir ikkita balkim gol bo'lishi ham mumkin. Lekin jamoalar asosan himoyada o'ynashni hisobga oladigan bo'lsak, bu o'yinda bizning tanlovimiz umumiy gol soni 3,5 tadan kam, ya'ni kam gol bo'lishi mumkin. Ikkinchi o'yin Paxtakor Buxoro o'yini, yana qiziq o'yinlardan biri va bu o'yinda asosan Paxtakor favorit bo'lishi mumkin, chunki Paxtakor hozirgi tarkibi va o'yin uslubi Buxoroga nisbatan ancha yaxshiroq, lekin Buxorodan men shaxsan himoyaviy o'yin kutyapman. Albatta favoritga qarshi himoyaviy o'yin qilishadi ko'pgina jamoalar va shu sababli agarda Paxtakor o'zining maydonida juda yaxshi kuch ko'rsatgan bo'lsa, bemalol Buxoro jamoasini yutishi mumkin. Shu sababli bizning tanlovimiz albatta Paxtakorning g'alabasi. Xullas, bugungi ekspressimiz xuddi shunaqa, ya'ni birinchi o'yin Sog'diyona Andijon o'yini, umumiy gol 3,5 tadan kam va ikkinchi o'yinga esa biz Paxtakor g'alabasini kutib turibmiz va hammasini ko'rib chiqamiz. Yana bu o'yinlarda albatta 100% natija bo'lishi qiyin, lekin mana shu hozirgi jamoalarning formasi va statistikalariga qarab mana shunday natijani taxmin qilsak bo'ladi. Aytgancha, shunga o'xshagan statistika, analitika, prognozlar hammasi Telegram kanalida bo'ladi. Birinchilardan bo'lib YouTube'ga va boshqa joylarga chiqmagan informatsiyalarni aynan shu Telegram kanalidan ko'rsanglar bo'ladi. Telegram kanalimizga videoni podpiskanasida o'tib podpiskani bosing va video yoqamasa like bosish va bizga podpiska bosish ham esdan chiqmasin.